Assalomu alaykum Instagram shaydolari. Bugungi qisqacha rolik baraxolka, ya'ni eski tuski bozor haqida bo'ladi. Hissiyotlarni jilolang, qani ketdik. Rolikda ko'rib turgan bu bozorcha Andijon shahrida joylashgan. Bu bozorchani shahar aholisi juda yaxshi bilsa ham, biroq Andijon tumani aholisining aksar qismi bexabar. Siz bu bozordan nimalar topishingiz mumkin? Hozir shu haqida qisqacha. Kiyilgan, ammo xizmatgaroqli erkak va ayollar kiyimlarini, televizor, kompyuter, DVD, kolonka va har xil rusumdagi telefonlar, xullas shunga o'xshash texnikalar, kitoblar, nostalgiya disklar, 3 marta jahon chempionati o'tkazilgan to'p, ozgina 34 yil ishlatilgan divan, lekin juda qulay. Maishiy hayotda kerak bo'ladigan asbob-uskunalar, allambalo suvniylar ham bor ekan. Antikvar ishqibozlari uchun alohida qulaylik ham yaratib qo'yishibdi. Lekin kelib bir aylanib ketadigan joyi. Rolikda erinmasdan shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, like, podpiska, kommentariy, do'stlarga jo'natib, ozgina qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, shunaqa qiziqarli videolar chiqarib turamiz. Hammaga rahmat.